Muhammed Al-Xorazmiy babamızın şaharchasini tashkil qilamiz. Bu shaharchaning ma'no mazmuni mutlaqo boshqacha va zamonaviy shaharcha bo'ladi. Sizlarda eldinki to'lovsiz xonadonlarimiz bormi? Tamam, eldinki to'lovsiz yo'qdan, lekin 15 million so'm bilan bizadan 2 yil foizsiz bo'lib to'lash evaziga xonadonlarni xarid etsangiz bo'ladi. Tushunarli. Hozirgi kunda aksiya bormi sizlarning qurilish kompaniyalarida? Albatta bor. Bizda hozirgi kunda 30 foizli, 50 foizli va 100 foizli to'lov etgan insonlarimiz uchun 10 foiz, 15 foiz va 20 foizli skidka bor. Ya'ni to'liqroq tushuntirib o'tsam size, agar siz bizlara 30 foiz oldindan to'lov etsangiz, bizda size 10 foizli chegirma, ya'ni 78 million so'm to'lov etganingiz uchun 26 million so'm chegirma aytib beramiz. Ajoyib. Bundan tashqari bizda 50 foiz to'lov etsangiz, 15 foizli chegirma, ya'ni 130 million so'm to'lov etganingiz uchun size 40 million so'm chegirma aytib beramiz. Agar 100 foizli to'lov etsangiz, 20 foizli chegirma, ya'ni 260 million so'm to'lov etganingiz uchun 52 million so'm chegirma aytib beramiz. Ajoyib azizlar, ko'rib turganlaringizning naqd sotib olaman dedi vatandaşlarımız uchun dim zo'r qulayliklar sabab hali bunday narsa bo'lmagan urgan sitimizda, hozir bu qurilish kompaniyalarimizda ajoyib shunday takliflar bor ekan. Undan tashqari necha xonali xonadonlarimiz bor hozir? Necha dona xonadon bor? Bir xonalidan 3 xonaligacha xonadonlarimiz bor, ya'ni 1, 2, 3 xonali va 9 etajli, 12 etajli domlarimiz bor. Xonadonlarimizning metr kvadratlari esa bir xonali xonadonlarimiz 43 metr kvadrat, 47 metr kvadrat, ikki xonali xonadonlarimiz esa 67, 71 va 73 metr kvadrat joylashgan. 3 xonali xonadonimiz esa 95 metr kvadrat. Ajoyib azizlar, ko'rib turibsizlar, har xil assortimenti bor. Yana 9 etajli dom, yana yo'lning ustida bo'ladi bu. O'tirming ko'rishingizni so'rayman, chunki bugungi beradigan ma'lumotlarimiz dim sizlarga manzur bo'ladi, chunki endi ko'p qurilish kompaniyalarida bo'lamiz, ko'psi uni aytishtirmaydi. Bu yerda hozir arxeologik hamma narsasi haqida batafsil ma'lumot beriladi. O'tirming ko'ringlar. Videomiz boshlangandan like bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz, chunki nechalim kengroq tarqalsa shunchalik ko'p vatandoshlarimiz ko'radi. Qidirib yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, yana aksiya bilan hozir yana aytib turganlaringiz 52 million so'm kishilar natija qilishi mumkin. Ya'ni bu уже kvartirangizni remonti degan gap. Sabab shu 50-60 million so'm bilan remont etib girib yashasangiz da bo'ladi azizlar. O'tirming ko'rsangizda hali qurilish bo'lib turgan joylarini borib ko'rsatib, batafsil ma'lumot beramiz. Yo'lning ustidan kerak bo'lsa, yo'lning ustidan tayyor xonadonlar kerak bo'lsa, tayyor xonadonlar, dokumenti tayyor desangizlar, dokument tayyor ham bor. Subsidiya, ipoteka, birlamchi kredit, hammasi haqida to'liq ma'lumot beriladi. To'g'ri, videomiz sal cho'zilishi mumkin, lekin shu e'tiborlaringizni bizga qaratib o'tasizlar. Sizlarning savollaringizga joy qoldirmaymiz, xudo xolasa. Shunda hozir vatandoshlarimiz kredit olsalar, necha yil olishlari mumkin? Hujjatlari necha bo'ladi? Nov hujjat bilan kelsalar bo'ladi ofislaringizga. Bizda 20 yil odam krediti bor, birlamchi kredit, ikkilamchi kredit, ipoteka, subsidiya xizmatlari bor. İşləməyən vətəndaşlarımız üçün qulay tərəfi bizlərə bir dana pasport bilan gələdilər və 17%-dən kredit çıxarıb alış imkaniyyətinə ega boladılar. Yenə bir qulay tərəfi isə bank işləri üçün, notarius işləri üçün özləri yürümədilər. Həmmə dokument işlərini bizə həll edib verəmiz, faqat barıb qol qoysalar oldu. İzlə. İndi köp vətəndaşımız soruyordan beri bizə misal dövlət işində işləmimizdə kredit alsaq oladı. Ümumən dövlət içində işləş şərt emas. Bemalol işləməyən yurttaşlarımızdan bir dana pasport bilan alsalar bo'ladi. İzlə, yenə 17,5%dan heç kim təklif etməyən bir təklif, bu həmmə təklif etməyən köpədə 29-30%. Yenə yeşəsə 21 misli özləriz, gələsə
Şu quruluş kompaniyamızda, yəni şu ofisimizə təşrif buyursanız, azı ofisimizdən nedelikini köçədən həm görsətəmiz sizə. Çünki aytıb tutma, ötürməyin görsəyiz də to'liq məlumatla bərilədi. Gələsizdə təşrif buyurasınız bir pasport əvəzinə işləriniz bitədi. Yəni dokumenti də yürüb bilmirsiniz, uyuzda arkaya oturasınız. Bula dokument hüccətləriniz ötüb boladı, gələsiz ana şöyle şərtnamalab bərədiləyizdə. Misal yine başka devletlerde yürüyen vatandaşlarımız var. Bulan işe bağlaşır mümkün. Misal köpsü komentar yazdılar, SMS arkalı soruyordular. Hem dese bunlar sizle bilen bağlanış için kendi tarmakla bağ mı, yok mu, şular hakkında bir batafsil məlumat versin. Əlbəttə var. Bizdən chet eldəki yurttaşlarımızdan bemalol özünün adına üye alsa boladı. Bir qarindaşı yoki bo'lmasa ailəsindən yaxın insanını yuvaradi və bankada bu işlər həll edilinədi. Bizdə də WhatsApp nomerlərim var. Şularni aytib o'taman, shularga bemalol murojaat etishlari mumkin. 88lik 510 11 12 va ikkinchi nomerimiz bor. 99lik 449 51 51 bemalol shu nomerlarga murojaat etsalar bo'ladi. WhatsApp, Telegram'la hammasi bor. WhatsApp, Telegram hammasi bor. Aizdə özgə dövlətdə yürüyüb, işlə verib şu öy alamanda bir vətəndaşlarımız bolsa, işançlı aizdə, işançsız nərsə reklama qıymımız. İndi şundan bəri gəlib tekşirilir şərt, özəyiz arkalı. Verimiz, kuruluş bo'lib turgan lokatsiyamizni tushuntirib o'tsangiz. Endi hozir gap biz bilan endi baramızdan beri bir görsətəmiz ham, nerede joylashgan, yan atrofida noqulayliklar bor. Ertang noqulayliklar bo'ladi u yerda. Hammasi haqida batafsil to'xtaladi. Transportlar bo'yicha, kanalizatsiyasi misol sentralnimida ko'p vatandaşımız so'raydi. Nov mahsulotdan qurilyapti. Yan atrofida maktab, bog'chalar ichik. Noqulayliklar bor. Hammasi haqida batafsil to'xtalamiz. Shunda hozir lokatsiyasi haqida ma'lumot berasiz. Uylarimizning lokatsiyasi Al-Xorazmiy massiv, Yangi Urganch City'da joylashgan, ya'ni aeroportning yonginasida, G'oyibota masjidning orqa tarafida joylashgan bo'ladi. Eyizde aeroport imanda, yanımızda aeroport, imanda Al-Xorazmiy babamızda heykeli ornatıladı şurayızda. Şurada buladı, onda yine Urganch City'nin yanında buladı şunu. Acayip joylar. Endi buni ko'p vatandaşımız biladi. Hurmatli muhtaram prezidentimiz qarar asosida qurilib o'tdi berazizda. Bir de yolg'on ishlatilishi yoki bir mashinistchilik bo'lishi mumkin emas. Chunki hurmatli prezidentimiz o'zlari kelib, shu yerni ochilishini aytib berib ketdilar. Xudo xolasa hech bir muammo bo'lmaydi bu yerda. Kelingda yana domlarimiz 2 sam yo'lning ustida joylashgan. Endi birisi endi qurilib boshladi, birisi уже 3-etajga xudo xolasa tez bostiriladi. Avval raqam reklamada ko'rsatadik. Undan tashqari hujjatli dokumentlarimiz ham, uylarimiz ham, xonadonlarimiz ham tayyor. Dokument tayyor xonadan kerak bo'lsa, tayyorlama asosida bo'ladi. Yo'q desangizlar, bo'lib to'lasha, ya'ni 2 yil davomida rassrochka beriladi. Bu degani nima degani? Shu haqida bir tushuntirib o'tsangiz, misol, endi men bilaman, o'zingiz ham bir batafsil ma'lumot bersangiz shu haqida rassrochka deganda nimani tushunishi kerak vatandoshlarimiz. Rassrochka, ya'ni sizlar ma'lum bir foizini to'laganlaringizdan keyin uyni qolgan summasini hech qanday foizsiz bo'lib to'laysizlar. Oyina 8 yoki 12 million so'mgacha bo'lib to'lash imkoniyatini egasizlar va mutlaqo foizsiz. Ana foizsiz deganda shu narsa tushuniladiki, ya'ni olgan uyingizni bahosi diklanmaydi. Misol 2 yil mobaynida to'laymiz. Lekin her misal ayda aya, yılda yıla nerse qimmatli deyil. Yani inflyasiya sunmasam qo'shiladimi deb so'raydi vatandaşlarımız. Yo'q, qo'shilmaydi hech necha summa. Shu shartnomada necha so'm ko'rsatilgan bo'lsa, shu summani oyma-oy bo'lib to'lab 2 yildan keyin ana hujjatlashtirib adlaringizga o'tirib olishingiz mumkin bo'ladi. Plus kreditleri batafsil videomuzda ko'rib o'tganlaringizdek ma'lumot beriladi. Subsidiya nechik bo'ladi? Eldan necha so'm to'lanadi? Subsidiya degani o'zi nima u? Birlamchi kredit nima u? Ikkilamchi kredit nima u? Necha oy beriladi? 20 yil olsa bo'ladimi? 10 yil olsa bo'ladimi? 5 yil olsa bo'ladimi? Hamma savollaringizga xudo xolasa bugun javob topasizlar. Minnatib hech qachon reklama etib bermaymiz. Bugun откровение hammasi qo'llab-quvvatlash uchun yana aytganimizdek like, kommentariyada yaxshi fikrlarni bildirganlaringizda obuna bo'lib qo'ysangizlar xursand bo'lamiz. Birinchi tushuntiradigan narsamiz shu subsidiya haqida aytib o'tsangiz.
Bizdə subsidiya üçün bir aya dokumenti çıxadan uylarımız var. Bemalol bron etselər boladı, lekin azgina tələbləri var. Yegana dərçəyə barıb dokumentlərini verədilər və so'rovnomadan ötsələr, keyin bizdən subsidiyaga uy alıb bilədilər. Əldindən to'lovlar esa 15 milyondan 30 milyonacha bo'ladi. 20 yilga kredit etib chiqarib bersak bo'ladi. 5 yildan 12% dan to'laydilar. 5 yildan keyin esa 18% kredit to'laydilar. Ajoyib. Ajoyib. Mana bunday ma'lumotlar izda shu vaqtgacha berilmagan. Mana endi qo'limizdan kelganicha berdik ma'lumotlarni. Yagona darcha borasizlar, shu yerda batafsil yana ham tushuntiriladi. To'g'ri keladi bo'lsa, qog'ozingiz beradilar keyin qo'lingizda shuni baribir 15 milliondan 30 milliongacha pul bo'lishi shart ekan. Bu narsalarni ham e'tibor olib o'tasizlar. Keyin birlamchi kreditimiz. Birlamchi kreditimiz shu bir dona pasport bilan ishlamaydigan odamlar ham 17% kredit chiqarib beramiz. Uning uchun o'zlarining ofislarida tashrif buyurarsa, telefonsingizda shu Urganch City'ning yonidan bor ofislari, ya'ni G'oyibota masjidining yonboshida joylashgan. Yo'q desangizlar, Zanalnidan bor ofislari, berem qalaga yerlaringizga qaysi udobniy bo'lsa tashrif buyurishlaringiz mumkin bo'ladi. Bizda yana bir qulaylik, har bir domimizda lift bor, 12 etajli domimizda esa 2 dona lift bor. Ya'ni bu degani birsi рабочий lift, birsi esa zapasda turadi. Agar bir donasi ishlamayotgan taqdirda ikkinchisidan bemalol foydalansalar bo'ladi. Yana bizda eng qulay tarafi svet o'chgan taqdirda liftlarimiz ishlaydigan etib, sonsiz ishli panellar bor baribir dapadan. Qulay tarafi bizda svet o'chsa ham liftlarimiz ishlaydi, chunki quyosh panellarimiz bor, shu orqali liftlarimiz ishlab turadi. Tushunarli. Turganlaringizda 2 dona lift, birisi gruzovoy ham bor edi, sizda shusini ham e'tibor etasizlar. Endi bizlere qiziqli joylari bahosi. Ko'p edi baho aytilmaydi, iltimos bugun aytali, xudo xolasa shu narsalarning sabab bahosi aytilmagan narsa men ham noroziman, to'g'risi. Bahosini aytish shart, chunki bilishi kerak aholi uchun. Necha so'mmi, to'g'ri keladimi, yo'qmi? Endi ko'p nelerimiz shu ofisga kelganda aytiladi dedilar. Endi bu ham bir yandan to'g'ri, uni ham xato deb bo'lmaydi. Lekin hozir misol tushuntirib o'tsak, yana 12 etajli domimiz. Birinchi etaj do'kon axir hammasi. Do'konlarimiz kerak bo'lsa do'kon topsa bo'ladi ekan. Lekin bu hozirgi 12 etajli domimiz baribir yo'lning ustida yaqin joylashganligi sababli veda уже qamag'aningizlar, sotib bo'lingan emas. Shunda hozir sizlarga tushuntirib beradiganimiz misol 2-etaj, 5-etaj, 12 etajlarni har qaysisini bir qisqacha to'xtalib o'tamiz. Oldingi to'lov nechalim foiz to'lanishi kerak? Yana aytganimizdek to'lovsiz olsangiz bo'ladi ekan. Ya'ni bir 15 million so'm berib turib olsangiz bo'ladi, keyin uni oyma-oy to'lovlarni to'lab yuraverasizlar. 2 yil davomida, ya'ni 24 oyga bo'lib to'laysizlar. Shunda hozir bir xonali uyimiz, masalan 47 kvadratlisini 12 etaj bo'lsa, 10-etajdan hisoblab bersangiz, bir de metr kvadrat necha so'mligini aytsangiz, keyin общий summasini, keyin oylik to'lovi oldindan necha foiz to'langan deysiniz. Shundan ekranda berib ko'rib turibsizlar. Sizda shu listochkani ko'rib turasizlar berib ekranlaringizda. Şu yerda yozilgan первоначальный взнос, потом общий sanasi, keyin oyma-oy to'lanadi uni, hammasi yozilgan shu yerda. Misol 10-etajimiz 5,5 million so'mdan ekan. Bizda 10-etaj uylarimizni 1 metr kvadrati 5 milyon 500 ming so'mdan. Siz esa 10% oldindan to'lov etib kreditga chiqarsangiz ham bo'ladi. Buning summasi 26 million so'm bo'ladi. 10% to'lovi. 10% to'lov, oldingi to'loving. Ya'ni hozir men oldindan sizga 10% beraman, 26 millionni beraman. Bu uyni olishim uchun. 10-etajda bir xonali 47 metr kvadratda joylashgan uyimiz. Summasi 260 million so'm. Rassrochkaga olsangiz ham shu pul bo'ladi, ustidan foiz minmaydi. Agar naqd oladigan bo'lsangiz, uylarimizni 202 millionga xarid etishingiz mumkin. Ya'ni shunda necha so'm o'tgan bo'laman? Ya'ni 52 million so'mdan bo'ladi. 52 million so'm hisobda qoladi. Sizda уже 52 million so'm yana aytganimni remont etsa bo'ladi uyni. Doğrusu bir xonali uyni-ku, tim bo'lib ortib ham qoladi. Ko'p pul 52 million so'm. Az misal 2 xonali uylarni 60-70 million so'm remont etsa bo'ladi. Bir xonalini bemalol mebel sebillari bilan уже girib yashirib etsa bo'ladi ekan. Ular ham udobniy ekan. Endi mana shuni pastroqli etajlarni hisoblab bersangiz, bir 2-3 etajmi qaysidir bo'lsam. 2-etaj xonadonlarimizning 1 metr kvadrati 6 million 500 ming so'm.
Общий summası 309 milyon so'm bo'ladi. Bir xonalimiz. Rasrochkaga avval foiz minmaydi. Oldindan 10% to'lov bilan kredit aytib olsangiz ham bo'ladi, ya'ni 30 milyon so'm bilan. Oldingi 10% ichasiz 30 million so'm. 30 milyon so'm. Naqd talab olsam? Agar naqd oladigan bo'lsangiz, uylarimizni 247 milyon so'mga xarid etsangiz bo'ladi, 20% skidkada. Ya'ni ichasam tamomida 62 milyon. 62 milyon so'm utiladi endi. Endi keling bir xonalni aytib o'tdik. Ikki xonali xonadonlarimizga to'xtalsak, uni ham bir 3-etajlarini aytib bersangiz, xursand bo'lar edik. Bir vatandoshlarimiz kutib o'tiribdi, qaysi etajda ichasam ekan deb. 3-etajni aytsangiz, keyin sal bir dapirakli etajini ham aytib ko'rsak bo'lar. İki xonalı 67 metr kvadratlı xonadonlarimizni 3-etajidan agar siz xonadan xarid etsangiz 1 metr kvadrati 6 milyon 400 ming so'm bo'ladi. Oldindan 10% to'lov bilan buni ham kredit etib chiqarsangiz bo'ladi. Oldindan 10% to'lovi 44 milyon so'm bo'ladi. Agar 100% to'lov etadigan bo'lsangiz, bizdan 346 milyon so'mga xonadonni xarid etsangiz bo'ladi. O'zi asl bahosi esa 433 milyon so'm. Ajoyib. Yana ichasi butka olaman shunda hozir? 87 milyon so'm. 87 milyon so'm kishiga qoladi ekan. Ikki xonali ekan axir. İki xonali. Ya'ni уже remontini pulay ekan. Misol pulayingizda, misol уже remontini ichida sotib olib tursa deganingizda, endi keling 3 xonalimizdan bir hisoblab. Hozirgi ikki xonalimiz nechanchi etajda? 3-etaj. 3-etajda, sal dapirakli etajda olaman desangiz, уже yana arzonlashib boraveradi. Endi 3 xonalimiz haqqında bir to'xtalib ma'lumot berib o'tsak. Unda men size 3 xonali xonadonimizni 7-etaj haqida ma'lumot beraman. Bizda 7-etajdagi xonadonlarimizni 1 metr kvadrati 5 milyon 700 ming so'm. Oldindan 10% to'lov bilan buni ham kredit etib olsangiz bo'ladi. Oldindan 10% to'lov esa 54 milyon so'm. Agar rasrochka ataman desangiz, общий summasi 541 milyon so'm. Agarda bizdan 100% to'lov etib xonadon xarid etaman desangiz, 430 milyon so'mga xonadonni xarid etsangiz bo'ladi. Tushunayli. Endi bu hozir 100% ni aytib yotsa to'lovni deb turishlari mumkin. Vatandoshlarimiz buni yo'q, ayza kuri 100% to'lab olish mumkin emas. Misol 30% ni to'lab olsangiz bo'ladi, 50% ni, 80% ni ulardan baribir skidga bo'ladi o'zini yarasha. Kreditni ham tushuntirdik masalalarni, hech bir qiyinchilikqa duch kelmaysizlar, xudo xolasa. Yani aytganimizdek bu qurilishlarimiz ham ishonchlayizlar. Endi shundan beri kelib tekshirib oladi, ammo hech kim narsa tekshirmay olmaydi. Liboy bir odam, liboy bir narsa olishidan qat'iy nazar, misol do'konga kirsangiz ham, halatirgan narsangizni ko'rib tekshirib olasiz. Kelasiz, bu yerdan ko'rasiz, batafsil ma'lumotlar beriladi, tushuntiriladi. Ekranlaringizda ko'rsatilib turibdi, binomiz nechta ko'rinishda bo'ladi. Terrasalari chiroyli etib tuzatiladi, tim bolli yo'lning ustida bo'lganlik sababli hamma yer удобный bo'ladi endi. Ko'p vatandoshimiz baribir shu yo'lga yaqinroq joydan qidiradi, sabab transport ham endi u yerda o'zi отдельный baribir transport qo'yiladi u shaharcha uchun, chunki uni ichida yon atrofida institutlar, maktablar, bog'chalar, medklinikalar, hamma narsa bo'ladi ichida endi. Restoran deysizmi, kafelar deysizlarmi, hamma narsa, stroy materiallar. Уже hozir bu yerda yashab turgan vatandoshlarimiz ham ko'p. Albatta yashab turgan vatandoshlarimiz ham bor. Hozirda Astan-Astandan institut, bog'cha, maktab va asfaltlar ham qilinib turibdi. Kami 1 yil yoki 2 yilda hamma inshootlar qurilib, yashash uchun eng zo'r sitilardan biri bo'lib qoladi. Ajoyib. Bu yerda hozir gaz, suv, svet, kommunalkalar haqida bir tushuntirib bersangiz. Bizda umuman muammolar bo'lmaydi, ya'ni gaz, svet, suv va eng asosiysi kanalizatsiya bilan ham umuman muammo bo'lmaydi. Chunki sentralni avvalami ko'rganmiz. Men o'zim shu yerda to'g'risi Urganch City'ni qurilishi boshlangandan beri reklama aytaman. Endi o'zi eng ko'p baradonimiz ham bizga o'xshaydi. Sabab nechalimdan oldi qurishni ko'p reklama qilamiz. Chunki o'zim ham ishonaman, qo'rqaman, arqayman, shu sababli baribir reklama qilaveramiz. Azizlar, bu yerda уже gaz kelgan. Endi balkim 1-2 doma ulanmagan bo'lishi mumkin, lekin gaz bor edi. Suv ham bor bilamiz, svet ham bor. Отопление, центральное отопление berdi. Agar yo'q xalanman desangizlar, tashlab nasseniyga qo'yib qo'ysalar bo'ladi. Hamda hozir bu topshirilayotgan uylarimizda gaz o'chiruvchi, suv o'chiruvchi, svet o'chiruvchilar qo'yiladi axir. Hammasi qo'yiladi. Nechta holatida topshiriladi uyimiz? Shpaklyovkada turami, oq holatida, yoki bo'lmasa steshkalar aytiladimi? Ashalar haqida endi avvalgilar hammasini shunday biriktiradilar. Xudo xolasa bundan ham shunday bo'ladi. Albatta bizning domlarimiz o'rtacha tayyor holatda, ya'ni shpaklyovka holatda topshiriladi. Egalarni, cho'rchiklarni hammasi qo'yilgan holatda. Eshiklari, oynalari qo'yiladi baribir ko'chalarga. Oynalari albatta qo'yiladi.
Şu kənizdə təklif qılamız, təşrif buyurunlar, restoranımızın əcaib dom, dım zor dom. Səbəb 12 etaj boğalıq səbəblə dım müstəhkəm quruladı. Hazır qolumuzdan gələcək quruluş cərəyanından, qaçan bitişlərindən qolumuzdan gələcək aytıb ötəmiz. Yine izle, Ürgənc City'mizə yetib gəldik. Bir də ucu kulaylıqla belə, yan ətrafı ilə danışdırıb ötəmizdən keyin quruluş olub durğan caylarımız yolun üstündə. Bundan çıxamız, Qayıb Ata Məscidinin yanında az verilərəm çıxıb görsətəmiz qolumuzdan gəncə. İndi bir deyiş hər şəraitlərini görsətib ötsək, düşündürüb ötsək, xuda xalasa. Əcaib cay, görüb duranlar izləyin. Hər bir mestada, hər bir domun əldində detski plaşatçələri mövcud. Parkovочный mestalar hər domun əldində mövcud. Besetka zonaları, yəni nələri göstərib ötün, domlarını göstərib ötün, hər qaysında balkon oladı, bir dənə əməz, 2-dən oladı yenə. Azıqı indi 9 etajlı, 12 etajlı domumuzda balkonlarını gördük, az ekranlarından gördük, tutuladım, xoş rəy oladayken, bana yaktı. Domlarımız ama acayip. Yəni etqələmdə ucu yaşabı tutdular, köp xocalıqla səbəbi ilə çünki maşın ucu eşkin əlində. Solnечный paneller, video nablüdeniyeler her adımda izle. Ertəyin bir gün oğurluq, başqa nərsə emas, hafsız cay, dinc. Yenəm yan etqələmdə deyim, ballarız üçün həm oyuncaqlayacaq. Yan ətrafı zilonlu zonalar, dərəxtlər ekilgən, sular açılıb, bir də fantangab olub, nələri zilonlu zonaları acayip oladı. Erçələr ekilgən, köçələri ilə betonla ətilgən. Təyyar halatında ucu maşinizəm, azab görməydi, özünüzəm betondan girib, betondan çıxasınız, əsfəltdən girib. Domlarımız kurulub durğan cay, ondana Qayıb Ata Məscidinin yanına, ondana, şöyle kurulub tutdu, ucu ana 3-cü etajlı diklənib olub bastırılıyatır. Keyingi domumuz Səl Arraqında, Vamşı yolun üstündə Vətən Toyxanasında ötkəmizdəki Səl Arraqda. Hazır. Əlbəttə, bu kiçkinə şəhərçə boladı, çünki dükanlarıdım köp, giyim dükan, azqovqat dükan, məişi texnika dükan, bemalal bazar, başqa yerə barışları şərtlə şörnözəli ulu bazar boladı. Ana acayip. Götürsə ondan ucu stroy material mağazinləri, produktoy mağazinlər, ucu təyyar halatında. Köçələri izəm yine lampiçkələrindən yaxınlaşdırıb görsətib ötün. Solnечный paneldə işləyən oladı, geçəsiz bilən yollarınızam yarıq olub durada izlə. Yine izle, kuruluş olub durğan cayımıza yetib gəldik. Qayıb Ata Məscidinin yanında. Ofisimiz Səl Arraqında. Ofisimizin yanğınasında şöyle təşrif buyurdurup ekranda göstərilən telefonlara telefon etəsilə bemalal həmmə savallarınıza cavab verirlər. İndi şunda xuda xalasa ucu 3-cü etajan bitib oldu, 4-cü etaja getdilər. Evet, hesaba gəlməm həftə o ədə. Həftə əlin 3-cü etajda duruyordu. İzlə, yine yolun üstündə birisi B'də, Qayıb Ata Məscidinin yanında, ikincisi Səl Arraqda. Şunda ana, kolumuzdan gəncə çündürüb verdik. Sizəm kətlər rəhmət. Təşrifiniz üçün, düşündürüb bərgəniniz üçün, vətəndaşlarımız üçün əzizlə istərəm şu qollab quvvatlab, like, kommentariya, abunə qoysanız da xursan olamız. Çünki kolumuzdan gəncə bətəfsil məlumat verib bildikdə boylayımız. Həmlə yurttaşlarımıza kəmində işinliyin joylardan və işinli xanadanlardan 2 xanalı xanadanla nəsib etişini dilimiz. Kəmində dedikəli köpünü arayanın özləri izbirəsilə. Həmlə yüzünü kütəmiz, bunun kulay imkaniyyətlərdən, iminli zor kurulğan üylədən tez faydalanıb qalış gerək. Əsə izlə, şu bilən videolarımızı yekiliyimiz. Bizəni güzel işdə davam edinlə, kanallarımıza abunə olub qoyunlar. Sağ olunla, salamat olunlar. Keyingi videolarımızda izlə. Görüşkənçə.